Diqqat, bu videoda hech qanday uyatsiz so'zlar ishlatilmagan, ya'ni so'kinishlar. Bu videoni bemalol oila davrasida ko'rsa bo'ladi. Yurmaysizmi? Yo, to'g'ri, biz yurmaymizni qarab o'tirishga. Uzr, wow. Sizlar bilan Red Team kanali. Bugungi videoda do'stlar, obunachimni kommentariyasiga ko'ra Schoolboy Runaway o'yinini ko'rib, birgalikda o'ynab yutishga harakat qilamiz. Shuning uchun do'stlar, birinchi o'rinda kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib va o'z fikringizni kommentariyada qoldiring. Yeyishga ketishga oldingizga narsa olingizlar. Qani bo'lmasa men bugungi videoni boshladim. Ana ketdik. Adashmasam reklama berish kerak mana shu joyda. Da, bo'ldi. Boshlab olamiz. Iloji boricha tarjima qilishga harakat qilaman. Bilgan narsalarimni. Hop. Boshlaymiz. Halichalik bir marta gapirdi, o'qiy olmay qoldim. Bu o'yinni bir ikkita streamerlardan ko'rganman, ammo birinchi marta o'ynashim. Hozirroq bo'lsa ham xabarim bor. Hop. Endi nimagadir omadim kelmadi. Bironta narsa chiqmadi. Mayli, kayfiyat tushirmaymiz. Hozir men normal rejimga qo'yganman. 3 marta imkoniyat bo'lsa kerak. O'yin boshida turgandi. Mana batareyka. Onamizda fonarikka ham ko'zim tushgandi. Demak, balkim onasini qamab qocharmiz. Mayli, oxirgacha ko'ramiz hali. Javob bermay hech balo chiqmaydi. Da. Bu yerda o'zi nimaga qo'yishgan? Bilmayman. Svetni o'chiramiz birinchi navbatda. Hop, endi gulni tushiramiz. Olamiz. Kaltni tushiramiz, qo'yamiz. Kaltni olamiz. Men juda ham shovqinsiz yashirinishim kerak. Men umid qilamanki, hech narsani unutmadim dedimmi oxirini? Kimdir bormi bu yerda? Yo'q, hech kim yo'q. Ketaver. Hammasi joyida. Men ushlanishimga salgan qoldim shuni. Hop, otasi joyiga o'tirib oldi shekilli. Tavakkalga ochamiz. Da, o'tirib olibdi. Ping sal qotyapti, sizlarga bilmayman. Menda salgan nefes tushgani bo'ldi. Hop, endi qiladigan ishimiz. Voy, kubikni ko'rmabman-ku. Shart emas. Onasini bir tashqariga chiqarib kelaylik. Go'sht qovurib, birdaniga tiyoniga qo'ysa ham bo'lsa kerak. Men kelyapman. Tezroq keting. Hop, go'sht qayda? Ochamiz, sirazi qo'yamiz. Buni mana shu vaqt ichida unumli foydalanamiz. Ya'ni hamma narsani tekshirib chiqsak bo'ladi. Hop. O'chiramiz, qochamiz. Bo'ldi, sezdi. Da, salgan harakatimizni sezdi. Well, it looks like onsa. Bu yerda kimdir borga o'xshaydi. To'xtab tur. Nima bo'ldi bu yerga? Hech qanday, lekin bo'ldi o'simliklarga suv quyish, ya'ni gulga. Otasi bir tualetga chiqib ketdimi? Hozir onasini poylab turamiz, chiqani. Otasi tualetda. Risk qilamiz. Hali beri chiqmasa kerak. Ochib tashlaymiz. Voy, bo'ldi, sezadi. Otasi o'tib ketgandan keyin hamma joyni
ish yo'q birlamchi. Ish yo'q, hamma joyda tekshirib olsam. Уже birinchi imkoniyatimiz ketdi. Chunki onasi hozir keladi, eshikda kim yotdi bo'ldi shu. Sizni tekshirib olyapmiz hamma joyda. Yo'q. Hop. Xodimlikda odatda narsa bo'lardi. Qalbasiymiz. Voy, onasi keldi. Door was opened. Uzilchmadi buni. Come here. Our son has Otasini chaqiryapti, buyoqqa keling. O'g'lingiz nimadir qildi deyaptimi? Go'sht xachabi berib olib, taxtani olsam, Don't make your your father father gets the get belt. the belt. otangni nimadir qilma dedi. No, ko'rdim. Wow! Dahshat skrimer bo'ldi. Grab the broom and get to it. I don't want a single Oh. speck of dust left. Hop, do'stlar, birinchi ushladi. Mana shu onasi seni oyog'indagi sportchi nima bo'lar ekan? Ko'p hollarda yana ushlab olardi. Mana nima qila olasan, mana? Nima qila olasan? Ayt. Mana, ha? Nima qila olasan? Hozir 1 minut bitta narsani ko'rdim. Ana xiyonat. Hop, mayli. Videoni cho'zmasam tezroq like Mizeo. Men hozir kimlargadir kerakga o'xshab ko'ryapman. What a lazy bones. Lazy bones. Zangilsamiz shuni edi. Balkim bo'lgandir, qayerda bor qoldi. Hop. Mana. Acha men hali biron marta shipirib ko'rmaganman. Shunga chala joylari. Very bad for you. Senga juda ham yomon bo'ladi dedi. Juda ham senga yomon bo'ladi dedi. Shu narsa yig'dik hozirchalik. Hop. Ochamiz. Svet yo'q. Yo'q qo'yamiz yana. Men shu latta chiqsa, yo'q, latta chiqmadi. Come on! Maynerlardan bir narsa chiqsa, yo'q. Aksimiz ko'p o'yinlarda qo'ymaydi, e'tibor bersalaring. O'yin qancha yaxshi ko'p narsalarga e'tibor berilgan. Hop, bo'ldi. Cho'zilmaymiz, onasini chaqiramiz. Sразу mahmat Wait a qilamiz. minute. Kutib tur deyapti. Who thinks like that? Kim taqiladi dedim, otasini tinchgina futbolni ko'rib o'tasan. Hop. Qayerlarni ko'rmadim. Otasini xonasini ko'rmadim. Nimaga men o'zi? And who was that? Voy, kim edi bu? Bilmayman men. Kim ekan bildim berish taqlab o'yin qilyapti. Hop. Andrew 2002. Yo'q, 2002. Ya'ni okey, sразу otasiga. Biz faqat otasiga xat yoza olamiz. Then this homework went to hell, let's go for a walk. Qachonki uyga Aysayni qilib bo'lganingdan keyin biz ko'chaga aylanishga chiqamiz. Yaqin yurishga bo'lyapti. Hop, короче, svetimiz bor. Svet o'zi yonar ekan. Otasi kirgandan qolganimizda. If I move while crouching, my parents won't hear me. Qaytadan yozamiz do'stlar. Bo'lmay qoldi hozir, ulgurmay qoldim, gaplamay qoldim. Tan olaman, juda ham ko'p gapiryapman. Unga zergalik qilsin deb. Wow. Juda ham zo'r namoz qilyapti hozir. 1 2 3 Chiqamikan. Chiqamikan. Ha, otasi tualetda. Bu vaqtda men foydalanib hamma narsani cho'zib bo'lmaydi. Hop. Lampochka. Hop, yana nima bor edi?
Yo'q, mana bu yerni. Eng kattamiga. Batareya hozir. Hop, bo'ldi. Hop. Bizda hozir batareyka lampochkani qo'yib, birdan batareykani joylashtirib, illatda ham ana shu yerda bo'lsa, yuvib, uyqudor. Then you'll tell what you learned. Hey, qo'ydi. Darsimizni qilyapmiz, lekin mana algebrani, geometriyani nima bo'lsa ham o'qib o'tiribmiz. Hop, bo'ldi. Endi meni mashhur To go vaqtlarim water the kelyapti. plants. Onasini uyga kirib qoldi. Gulga. That king is full of idiots. Bitta risk qilsak bo'ladi, lekin uyqudorini topmasdan ajabi bitta otasi juda ham tezda. Juda tez otasi lekin. Hozir anavni yo'qsak otasi kelmaydi. To'g'rimi? Eshik yopamiz hop. Bu yerda nima bor? Bu yerda bizga berilgan hech narsa. Latta. Ko'pchilik anolar chiqib ketdi. Bu ma'qul gaplar. Mana buni tagi ota-onasi bor ekan deb. Hali bir mana shu mavzuda ham video chiqarsak kerak. Lekin o'yin nimagadir qo'shib qo'ygan, doesn't open. Ochilmaydi deb. O'yinga kechirasizlar, mana bu yerda hammer turgan ekan. Ya'ni nima deydi? Bolta. Bo'lganmi shuni ko'rmay qolib. Mana bu yerda turgan ekan, mana shu yerda. Mayli. Kayfiyat tushunmaymiz, uni davom etamiz. Lattani yuvib olamiz. Yo'q. Hop. Men hamma joyini ko'rdim desam, ochvorka kerak menga. Ey xudo, ishim otasi kelib qolmasin, hojatxonaga kiraman deb. O'yinda shunaqa odatlari bor, ko'rasizlar, hozir javob beraman. Otasini sevgisi kelib qoladi, deb o'chirib qo'y. Yo'q. Oxirda bo'lsa kerak, hozir. Is that noise coming from the bathroom? Where? Pass it! Hozir ochiqmi? Qani? Turmushinani hozir. Voy, eslolmay qoldim. Adashmasam kutamiz. Hozirchalik sal baham qilsam bo'ladi. Yo'q. Voy, sishga kelishim kerak deyapti. Sure, maybe it was in another room. Balki men bu ovozda boshqa xonada eshittirdimmi? Resistor closet. Bu eshik nimaga? Closet yopiq. Oh, right. I closed it on purpose. Ha, albatta men bu eshikda. All right. I have to water the plants. Mana bu yerda. Yelmaysizmi? Yo'q, to'g'ri, biz yo'lmaymizni qarab o'tirishga. Hozir chiqamiz kerak. Boring, tinchgina keting. Ha, qo'llarni yuvadi. Dezinfeksiyaga rioya qilmoqchilar bular. Hop. O'yinni taxminan 1 soatdan beri o'ynayapman. Otasi ketdi shekilli. Otasi ketdi. Kutamiz. Bizda baribir hech narsa ketmaydi. Onasi gullarga suv qo'shgan. Come here! Ko'rdi. Bizni ko'rdi. Qoch. Qoch, wow, ushla. Well, since the mop apparently broke itself, you'll be Hojatxona cleaning the tozayamiz toilet. ama. Dunyoda sizdan beshafqat ona yo'q, bilib qo'ying.
sizga. Mana. What the heck? Are you completely nuts? Uzr, voy. Wasn't I told you? Voy. Shuncha qilganim. Shuncha harakat qildik. 1 soat 17 minutdan beri bu o'yinni o'ynayotgan ekanman. Shuncha harakat qildim, ammo yuta olmadim. Oxirida qo'lim qichida otasi bilan bu hojatxona tozalagichda betiga shibab bordim, shunga come here deb urib ketdi. Hop, mayli, kayfiyat tushirmaymiz. Bugun bizda shular edi. Kommentariyada yozib qolinglar. Bu o'yinga qayta kelaymi yoki bo'ldimi? Shu bilan shart emasman. To'g'ri, yomon asabim buzildi o'zimni ham. Asalaring qaytishim mumkin. Bugungi videoda shulardan edi. Xayr do'stlar, sog' salomat qolinglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.